Xo'p, mana bu Besta blok sisternasi. Bunda birinchi skors, ikkinchi skors. O'rtali mufta. Asosan ikkinchi skors ko'p ketib qoladi. Shunga Spark'ga sinxronni qo'ysanglar bo'ladi degan gap chiqdi. Bizdan ham klientlar shuni so'rashdi. Spark sinxronni qo'ysa bo'lar ekan, qo'yib beringlar deyishdi. Hozir biz ko'rsatib beramiz, to'g'ri tushmasligiga. Xo'p, bu Besta ikkinchi skors sisternasi. 2015 dan keyin tepali bo'lgan Besta korobkasida ikkinchi skors sisternasini farqi mana bu yerda sisternani almashadiganlik bo'ladi. Mana bu sinxron. Hozir mana shu sinxron mana shu ishlamayapti. Bu buniki. Xo'p. Mana bu Spark'ga 1lik, 1.5 deyarli bir xil bo'ladi. Bu mana 1likniki. Ham ikkinchisi 1.5 niki. Ikkita qog'oz naklatkalik bo'ladi. Mana Spark'ni qo'ysa bo'ladi deyishgan odamlarga mana mutlaqo iloji yo'q. Ichida sho'lpillab qoladi. Hop, bu ham xuddi shu. Ichida o'ynab qoladi. O'shancha faqat bunaqa variantda o'ziniki qo'yiladi, bu o'ziniki. Shuni yangisini qo'yilsa, qirsillashi vaqtincha emas, to'xtaydi. O'zi asli muammo sisternada bo'lib chiqqan. 2015-yilgacha bo'lgan Matiz Besta'da mana shu sisternani mana shu ustki ichishi almashadi. Almashtirsa bo'ladi. Mana 15 dan keyingi mashinalarda bu ishi chiqmaydi. Zavodga quyma bo'ladi. Xuddi shunaqa mana 2015 gacha bo'lgan mana sisternalarda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana ichida sisternani tishi chiqadi. Preslab tiqilgan. Quyma shunaqa. Muammo mashinasini almashtirsa ham sinxronli problema yo'qoladi. Ko'proq yuradi, lekin bunikini almashtirib bo'lmagani uchun uzatish varianti yo yengi qo'yib problema yo'qotiladi yoki bozordan qidirib topib mana shu almashadiganlik sisterni topib qo'yib yaxshi sinxron bilan qo'yilsa bo'ldi. Ancha vaqtgacha xizmat qiladi. Shunaqa farqi shunda faqat.